kelgan kuni esingdami? Men olib ketdim deb o'tirding, hozir kulib o'tiribsan, o'sha eslashib ketdi-da kasallik. Bu bolangiz sangvinik, giperten bola. Tinchlandingmi ancha? Uxlayapsan. Hozir zo'rg'a uyg'onib keldingmi? O'zani pozitivniy bolachada bu shiringina, Oyisiga o'xshagan. Oyisi ham o'zi shunaqa kayfiyati yaxshi, pozitiv. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi bola sekin-sekin. Yosh bolada hozir to'liq davolab borsangiz, kelajakda qaytariladi. Kichkina bo'lgani uchun, o'zi aqlli, o'zi harakatchan bo'lgani uchun, lecheniyalar to'g'ri ketayotgani uchun butunlay tuzalib ketadi. Keyin ko'proq kitob o'qish kerak. Ana miyadagi fikr, agar odam bo'sh qolsa, ya'ni televizor ko'rsa yoki keraksiz narsa qilsa, olib ketdi-da fikr. Hozir mana tuzalib olishing uchun ko'proq foydali kitoblar o'qib turishni tavsiya qilaman. Shuncha kunda shuncha yaxshi bo'lding, bu yog'iga undan ham yaxshi bo'lasan, to'g'rimi? Yaxshi. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli.